Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir mebelimizni Andijon Jalaquduq tumaniga o'rnatib berdik. Mebelimiz balandligini ko'ryapsizlar, tagiga bitta o'stirib berganmiz chekaloqqa xamir yoyish uchun. Kattaroq stol qilib, joy kichikroq ekan. Shuni ustirib turiblar, pastda mebel tang turibdi. Mebelni rossiyskiy aklida qilib berganmiz. Bunaqa Turkiyaniki emas yoki O'zbekistonniki emas. Mexanizmlarga bir chekada e'tibor qilib qo'yasizlar. Hammasi vakuum. Katta ishlik uchun 3 ta ham qo'yib joylab berganmiz. Shulkalari ustlari ham polka. 2026-yilda trendda bo'ladigan ishlarimizdan ichida qo'shma navorlari, g'aladonlargacha vakuum bo'lgan. Miramir, bunaqa stalchniy emas. Ustida narsa to'lg'ashtirsangiz bo'la bo'lmaydi, suv quysangiz bo'la bo'lmaydi, bemalol tura oladigan variantda bo'lgan. Hamma joyini ruchkasi haydayki osonda qilib berganmiz. Tepalarini esa ochiladi. O'z ko'tarilib qarasiz. Ishlatishga juda qulay variantda bo'ldi. O'stiruvlarni aytsak o'ta keng. Ko'rib qasdiganlar bittadan lang bosib 2026-yilda shunaqa mebel yasatishni xohlagan tanish qarindoshlaringizga yuborib qo'yasizlar. Narxi tonometri o'zi aslida miramirni metrni o'zi 150 dollar narxi beradi. Juda ko'pchilik o'zi bilganlar biladi bu narsani. Miramir toshlar ichida metri 3,5 million so'mdan. Mo'ykasi, shulkasi, bitta qo'shma nabori vodiy bo'ylab dastlabki ustolarga borib o'lchashlarni berib musulpaqani sizlar uchun bonus pul qo'shib bera olamiz. Yangilarni telefon qo'yganlarga. Buni aksiyalar faqat bizda birinchi qo'l ustalar bo'ladi.